Xitoy sahibxonlik qilmoqchi bo'lgan qishliq olimpik musobaqasi 2022 yili 4 fevral kuni boshlanadigan bo'lib, shu kunning o'zida Uyg'ur tashkilotlarining mazkur musobaqa haqidagi norozilik arzi Argentina sudida sotchilar tarafidan rasmiy qarab chiqilib, hukm chiqarilish qadamlari besiladi. Washington pochtasi gazetining 13 dekabrdagi xabarida aytilishicha, angliyalik advokat Michael Pollack yaqinda Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkilotiga vakolatan universal boshqarish tavalligi jinoiy ishlar arzini tayyorlamoqda ekan. U bu vaqtda muxbirlarga so'z qilib, bizning Argentina sudida qilmoqchi bo'lganimiz adolatga qarab tashlangan bir qadam degan. Michael Pollackning tushuntirishicha, navbatda Uyg'ur diyorida qirg'inchilik bo'layotganligi haqida ko'plagan ma'lumotlar mavjud ekan. Yana kelib Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Uyg'ur diyoridagi kishilik huquqning bakmo ig'ir dafsanda bo'layotganligi fosh qilingan maxsus doklati yaqinda e'lon qilindi ekan. Bundaq ahvolda kishilik huquq va boshqa haqlarning buncha ig'ir oyoq osti bo'lishini xalqaro qonun sudlarining xohlagan bir tavallik rayonida sudlash butunlay qonuniy tartibga uyg'un bo'lib, bu tavallik uchun Argentina sudining tanlanishi eng amaliy bir tanlash hisoblanadi ekan. Chunki Argentina sudi oldingi oyda Burmadagi Rohingya musulmonlarining qirg'inchilikqa duchor bo'lish haqidagi arzni qabul qilgan bo'lib, bu jihatda xil yaxshi xizmat rekordi yaratgan ekan. Argentina sudidagi bo'lg'usi faoliyatlar haqida so'ralganda Michael Pollack, "Meningcha Uyg'urlarning o'z fojialari haqida Argentina sudida guvohlik berishi zo'r ahamiyatga ega. Yana kelib bu sud o'z oldiga qo'lga olish buyrug'i tarqata oladi hamda bu kishilarni qo'lga ola oladi" degan. Ammo Xitoy hukumatining yaqinda biz BDTning qandaqdir atalmish Xinjiang doklati chiqarishiga qat'iy qarshi turamiz deb ifoda bildirganligini alohida eskartgan Michael Apandi, Xitoy hukumatining Argentinadagi bu sudga qarshi chiqishini, shuningdek Argentina hukumatiga besim ishlatishi mumkinligini taxmin qilmoqda ekan. Navoda shundoq bo'lib qolsa, ular darhol norozilik arzi sunmoqchi ekan.